Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'zbekistondan Umra ziyoratiga kelgan ziyoratchilarimiz kartezdan pul yetmoqchi bo'lsangiz, bankomatning yoniga kelib, qanaqa qilib pul yetishni ko'rsatmoqchimiz. Mana Eldor xo'ja aka kartani solasiz. Kartani qanaqa solishni ko'rdingiz. Mana bu sim kartali joyi tepaga qaraydi. Yashil yonib turgan paytda solasiz. Kartani soldingiz. Endi mana til tanlaysiz. Ingliz tili, arab tili. Sizlar rosa o'qigansizlar, ingliz tilini tanlaysizlar. Maktabda 5 ga o'qigansizlar, kodini ko'rsatmaymiz, kodini teradi mana. Mana bu yerdan kodini terasiz. Kod terilgandan keyin inglizchada davom etish. Xo'p, endi mana balans ko'rishimiz va pul yechish. Pul yechish, cash. Cash bosasiz. Okay. The foul. Ana. Keyin mana shuni ham bosasiz. Endi mana necha riyol olishingiz chiqdi. 3000, 4000, 5000, 500 ming, 1,5 ming, 2000. Bizni O'zbekistondan kelayotgan kartalarning eng kam yechilish summasi 500 riyol ekan. Shuni inobatga olinglar. Xo'p, bosamiz. Yo'q, knopkadan bosamiz. Mana. 500 yechasiz xolasmi? Yana bitta yechamiz. Jamoat uchun ko'rsatma qo'yaveramiz. Albatta. Bo'ldi. Endi mana 500 ni bosdik, endi kutib turamiz. Mana bu yerda o'ylayapti, pul bersammikin, yo'qmi degan o'y fikr bo'lyapti bankomatda. Alloh yaxshi. Qani sabr qilaylikchi. Xo'p, demak, olgan kartani dedi. Kartani olganda endi pastga qarab turgin dedi. Qani necha riyol chiqqanini ko'ramiz. 100 va 50 ga. 500 riyol chiqdi. Mana shunda pulni olasiz, xotiningiz yoningizda bo'lsa, sirazni berasiz.